Assalomu alaykum do'stlar, bugun mana больницаga keldim, operatsiya bo'lgan. Ervit degan qishloq qismat rayonida ko'rishsa. Hozir kiyinib boshqa bo'lib tayyorgarlik. Ma'qulgan ismi familiya yoziladigan GPS'lari bilan berar ekan. Tak. Hammasi yaxshi. Inshaalloh o'tib olsak. Endi nima kasalligini aytib o'tirmayman, просто больница sostoyaniyasini ko'rsatmoqchi. Televizorlari, hop, svet yoqish yoki isitish, razvedka hamma yoqqa qo'lda ko'taradigan boshqa narsa qiynalganda. Yoki uni sariqda birinchi turda hamshirani chaqirish. Har bittasiga o'ndaqa shkaflar, har bitta odam uchun bittada hozir bu xona kengroqligi uchun 3 kishi yotilar ekan. Har bittaga bittadan shkaf, bitta hojatxonasi, keyin oxirgi tomonda dushlarigacha bor ekan. Ularni ham obzorini bir qilib ko'rsataman. Tozaligiga nima gap yo'q. Endi ovqatlarini ham, piklarini ham polni obzor qilib ko'rsataman. Xolos operatsiyadan yaxshi bo'lsak, keyin ko'rishamiz.